Bugun ham o'qituvchi kelmadi. Bu sifatsiz ta'limdan charchadim. Nimaga kontrakt to'layapman o'zi? Agarda sizning o'qishingiz ham Sabohatnikiga o'xshaydigan bo'lsa, men sizga sifatli ta'lim beradigan va kontrakt narxi ham arzon bo'lgan top 5 Italiya universiteti bilan tanishtirib o'taman. 5-o'rinda biologiya va biznes yo'nalishlariga qiziquvchilar uchun dunyoda 276-o'rinda turadigan Milan universitetida o'qishni maslahat beraman. 4-o'rinda esa meditsina va yuridik sohalarda o'qimoqchi bo'lganlar uchun Yevropaning eng mashhur universitetlaridan biri bo'lgan Padova universitetida o'qishni tavsiya qilaman. Keyingisi Bologna universiteti bo'lib, ushbu universitet o'zining huquq, gumanitar va ijtimoiy fanlar bo'yicha dunyoda 154-o'rinda turadi. 2-o'rinda Sapienza Rim universiteti esa dunyo bo'yicha 134-o'rinda turadi va fizika hamda tibbiyot fanlari bo'yicha kuchli dasturlarga ega universitet hisoblanadi. Va top 5 talikning 1-o'rnida Politecnico di Milano universiteti hisoblanib, ushbu universitet Italiyaning muhandislik va arxitektura yo'nalishlari bo'yicha ta'lim beradi va dunyo bo'yicha 123-o'rinda turadi. Agarda sizga ushbu universitetlar haqida to'liq ma'lumotlar va kontrakt narxlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin.